alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 19-mart 2025-yil haftaning chorshanba kunidagi chiqargan ishlarimiz. Xudo xolasa anchadan buyon xomushni chiqarganimiz yo'q edi. Xudo xolasa boshladik mana. Ko'pchilik shu sifatini, xomligini ham bir ko'rsating deganlar uchun mana xomligida karaga yuklanib bo'lyapti. Holat o'zi mana ko'rib turganlaringdek qo'shlarimiz chiqarilyapti. Ratim so'raganlar uchun ishlarimiz shunday taklanadi, keyin qurish uchun mana bunday holatga keltiriladi. Karami to'kib ketib qolyapti mana. Ko'rayotganlaringizdek shu holatda chiqadi. Zavodimizning manzillari Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Hozir mana pishgan ishlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Xomushlarimiz sotilishi, hozir xomushlar sotilmaydi, faqat pishgan ish sotiladi. Pishgan ish narxlarini hozir yoritib o'tamiz. Mana pishgan ishni holatlari hozirgi kunda chiqayotgan ishlarimiz. Ko'rayotganlaringni atlasmay holatda u tarafda yuklashlar ketyapti 10 mingtalik mashinalar. Yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Hozir tashqaridagi holatlarni ko'rsatamiz. Mana tepadagi holatlari ishlarimizda ko'rib o'tganlaringdek orta taklashlar ketyapti. Ishlarimizni razmerlari 6, 12, 25. Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar, vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarni yetkazib beramiz. Ko'pchilik qizili bor deganlarga mana qizilni avatib ko'ramiz. Ko'rib o'tganlaringni singari ham yo'q, xudo xolasa. Baquvvat. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarni yetkazib beramiz. Batafsil ma'lumot olish uchun ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.